O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 47-son qarori bilan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalarini hisoblash, subsidiyalar ajratish tartibi o'zgarmoqda. 2027-yildan boshlab suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari hamda subsidiyalar miqdori sug'oriladigan yer maydonlarining suv bilan ta'minlanganlik darajasidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Agar sug'oriladigan yer maydoni suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda joylashgan bo'lsa va suv tejovchi texnologiyalar joriy etilsa, ajratilgan subsidiyalar 1.25 oshiruvchi koeffitsiyenti qo'llangan holda hisoblanadi. Agar sug'oriladigan yer maydoni suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda joylashgan bo'lsa va suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinmasa, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 2 barobar oshirilgan miqdorda qo'llaniladi. Har yili 1-aprelga qadar Suv xo'jaligi vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda viloyatlar hokimliklari birgalikda vegetatsiya davri uchun suv manbalarining ta'minlanganlik darajasi tahlil qiladi. Shu asosda suv bilan barqaror ta'minlangan va suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududlarda joylashgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar ro'yxati shakllantiriladi va tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman kengashlariga kiritiladi. 2027-yildan boshlab sholi yetishtiriladigan maydonlarning suv kirish qismiga, baliqchilik xo'jaligi tashkil etilgan yer maydonlarining suv kirish va chiqish qismlariga tadbirkorlik subyektlari o'z mablag'lari hisobidan aqlli suv o'lchash va hisoblash vositalarini o'rnatishi majburiy etib belgilanadi. Agar aqlli suv o'lchash va hisoblash vositalari o'rnatilmagan bo'lsa, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 2 barobar oshirilgan miqdorda hisoblanadi. Ushbu tartib Soliq kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng amaliyotga joriy etiladi.